U qiz bormagan joyi qolmagan, eshitmagan gapi qolmagan. Xullas, meditsinaga umuman to'g'ri kelmaydigan gaplar gapirilgan va o'zida infantilizm 2-daraja, ayrimlarda bachadon yo'q ham deb berishgan. Analiz tahlillari ham juda ham yomon holatda va ularga men srazu eko qilishni o'sha paytda aytgan edim. Yo'q, avval ko'raylik deyishdi. 1 yil davomida xullas kuzatdik. Ancha vaqt o'tdi. Ovulyatsiyaga ham erishdik, bachadon holati yaxshilandi. Va ular eko qilamiz deganimizda yo'q bo'lib qolishdi va yillar o'tib 2025-yilda yana meni qayta uchratishdi. Mahfuza opa, даже eko ham qildirdik, bizda o'xshamadi. Endi nima bo'ladi deb qabulimga kelishdi va ularga juda ham uzoq protokol tuzildi, eko protokoli. U ayolimizda adashmasam 2 karra ekoni puli ham ketdi. Juda ham sabrli qizimiz, juda sabrli. Shu ayolda o'xshamaydi deb o'ylagandim to'g'risi. Allohga shukr, mana hozir shiringina qizchani onasi bo'lib 1 oylik bo'ldi bolajonimiz bag'irlarida. Lekin bilasizmi, eng muhim narsa nima? Masalan, o'xshamaydi, o'xshamasa kerak deb o'ylagan narsangiz natija bersa va sizga juda ham katta rahmatlar aytganda maza qilasiz.